bolalar oqolmayman, kirmayman deydigan fan bor. Hamma maktabda bor bu. Butun dunyoda shunaqa bo'lsa kerak. Robototexnika o'zi qanaqa fan? Nima foydalar tegadi? Robototexnikada robot qurishdan boshqa nimalarni o'rgandi bolalar? Ya'ni konkret misollar bergan, qaysi bola qanaqa bo'ldi? Men o'ylayman, bu qiziqish o'zi yosh kattalashgan sari geometrik kamayib boradi. Bolam dars qilish yoqtirmayapti. O'zi yoqtirishi kerakmi bola vazifa qilishi? Bolaga nimadir bermoqchi bo'lsang, qiziq yo'q, diqqatini o'zingga qaratsang bo'ldi. Nurbek, mana qarang, lekin sizda mana darsingiz 100 ta narsa bo'lsa, hammasi qiziqmi? Zerikarli joylari yo'qmi? Vazifa qilish kerak bo'lgan joylari yo'qmi? Bor. Shu joylarga nima qilasiz? Faqat qiziqtirishni kutasizmi yo majburlaysizmi? Ustozlar, xush kelibsizlar. Bugungi suhbatimizga bu o'sha suhbat boshlanishidan oldin aytdik, biz o'zaro gaplashamiz. Bu suhbat manfaatli, ota-onalarimizga manfaatli bo'lgani uchun yozib olinadi. Bu yerda o'sha bugungi mavzuyimiz ta'lim podkastidagi ota-onalarimizdan ko'p keladigan savol bu: bolalarni darsga qiziqtira olmayapman. O'zimni farzandimni darsga qiziqtira olmayapman. Nima qilay? Degan savolga bugun gaplashamiz, chunki biz o'sha Rahim Schoolda o'qituvchilarimizning asosiy vazifasi bolalarni qiziqtirish. Qiziqtirib olsa, keyin o'rgatib olamiz. Qiziqmagan bolani biz o'rgata olmaymiz, xohlasak ham. Ya'ni biz bolani qo'rqitmaymiz, urishmaymiz, urmaymiz, haqorat qilmaymiz, baho bilan nima deydi qo'rqitmaymiz, balki qiziqtirib o'qitishga harakat qilamiz. Shuning uchun ham bugun sizlarni olib keldik. Bittasi demak, qiziqqan uchun eng qiziqarli bo'lgan fan ustozimiz shu robototexnika, ya'ni qiziqib ketgan bola uchun bu qiziq, lekin asli ko'pchilikka qiziq emas. Ya'ni ayniqsa qizlarga yoki hali bu sohadan uzoq bo'lgan bolalarga robototexnika ustozimiz demak Nurbek Bolatov. Xush kelibsiz. Va bolalar oqolmayman, kirmayman deydigan fan bor. Hamma maktabda bor bu. Butun dunyoda shunaqa bo'lsa kerak. Bundan qiyin fan bo'lmasa kerak. Faqat fizika emas deydigan fizika fan ustozi Abubakir Shermatov. Qanchadan qancha o'quvchilarimizni mana muhandis bo'lishiga ilhom berayotgan, fizika qiziq ekan-ku deyishiga sababchi bo'lgan. Demak, fizikani qiyin, aslida ular o'ylaganchalik qiyin emasligini ko'rsatgan shu Abubakir Shermatov fizik ustozimiz. Asli universitet darajasida dars bera olsalar ham hozir PhD qilyaptilar, lekin maktabdagi o'quvchilarga shu qiziqtiraman deb keldilar. Bugungi mavzuyimiz shu. Mana endi bolalar bilan ishlayapsizlar. Nurbek ham anchadan yildan beri ishlayaptilar. Siz ham ustoz ancha yil maktablarda dars bergansiz. Endi savol sizlarga, mana sizlar ham maktabda o'qigansizlar, bolalarni ko'ryapsizlar. Boshlang'ichda men bir tadqiqot o'qigan edim, Gallup tadqiqotini, va o'zimiz ham ko'ramiz. 90-95% bola, 100% hattoki bola darsga qiziqadi. O'rtacha boshlang'ich o'qituvchisi bo'lsa ham qiziqib yugurib keladi, o'qiydi, ko'taradi, javob beradi, do'stga chiqib misol ishlaydi, daftarini chiroyli tutadi. Shu 5-6 sinfdan boshlab o'zgaradi. 60% bola o'qiyapti. 10-11 ga borib shu Gallup tadqiqotida ham kelgan 10% gina bola o'qishga qiziqish qolar ekan. Qolgani yo'q, o'qishdan to'ydim, o'qimayman bo'ldi deydi. Nima sabab bo'ladi sizninglarcha? Masalan, nimalarni kuzatyapsizlarki, bosim bormi, fanlar qiziq emasmi, o'qituvchi o'ta olmayaptimi yoki fanlarni kerak emas deb o'ylayaptimi bola? Nima sabab deb o'ylaysizlar? Avvalambor shu ustozimizga so'z bersak aytdim, chunki yosh miqyosida kelib chiqsak, ustoz nisbatan yoshroq bolalar bilan ishlaydi. Ustoz bir gapirsa, keyin yosh katta. Aynan 5 dan chiqqan bola, 4 dan chiqqan bola bilan ishlayapsiz. Nima deysiz Nurbek? Xo'p, bunga asosiy sabab ustozlar ham deb o'ylayman. Ko'p ustozlar qiziqtirib dars o'tolmasliklari ham mumkin. Asosiy sabablar shu. Keyin nega aynan yoshligidan qiziqa boshlaydi? O'zim fandan kelib chiqadigan bo'lsam, robototexnikada ko'proq o'sha o'yinlar o'ynatib yoki qanaqadir blok sxemalar bilan ishlab dasturlarni yozgan vaqtda qiziqarli bo'ladi. Aynan robototexnikada nimadir kod yozdimi yoki blok qildimi, uni natijasini ko'z bilan ko'ra oladi. Ko'z bilan ko'rgan vaqtda uni kutish shart emas natijasini. Misol, qanchadir vaqt kutib yurmaydi, shu birdaniga natijasi ko'rinadi. Shunda qiziq tuyuladi bolalarga. Katta bo'lgandan keyin u oddiyroq ko'rinib qolishi mumkin. Asosiy sabablari ham shu deb o'ylayman, meni fanim bo'yicha. Sizda bolalarni qiziqtirishda muammo yo'q. Yo'q. Chunki aniq u qo'li bilan yasaydi. Natijasini ko'ra oladi. Bemalol ko'ra oladi. Ko'p fanlarimiz demak nazariya bo'lib qolgan. Nazariyada yodlatamiz. Mana bu yerda bunaqa daryo joylashgan deymiz. Mana bunaqa ranglarni yoki so'zlarni yodla, lug'atlarni deymiz. Bola haligi birdaniga o'sish sezmaydi-da, amaliy emas. Unda tez ko'rganligi uchun natijasini ham animatsiya qanaqadir qiziqarli narsalar bo'ladi. Shu uchun qiziqib keta oladi bemalol. Yaxshi. Ustoz, siz nima deysiz? Ustoz fikrlarga qo'shilaman. Juda katta gap o'qituvchida, mening fikrimcha. Men dadamlar fizik o'tgan.
dadam katta akalar fizik o'tgan. Shu 4 avlod tepa tanisam, 4 avlod yo matematika yo fizik bo'lgan. Shu deb bir narsa ochishim kerak. O'zim 9-sinfgacha fizikaga qiziqmaganman. 9-sinf bitirganman, litseyga borganman. Matematikani o'rganib chiqqandan keyin fizikaga kirganimda umuman boshqacha bo'lgan. Ya'ni abituriyent tayyorlanganimizda o'qituvchilarimiz, ya'ni ustoz aytganlaridek yodlash sxemasida dars o'tishgan va yodlab testga tayyorlanib kirganmiz. O'sha yerda masalani ishlaganda javobini chiqara olish fanga qiziqtirgan xolos. Bo'ldi, boshqa hech narsamiz. Ya'ni u payt chunki rang-barang kitob bo'lmagan, qiziqarli internet fizika deganda formula bu tushunilgan bo'ldi. Formula yuqoriga o'tgandan faqat sxema, elektr qismida faqat sxemalar. Tok kelyapti, 2 ga bo'lyapti, kuchlanishlar bunday, tok kuchlari bunday bo'linadi. Okey, nima keragi bor degan savolga javob bo'lmagan. Okey, o'rganishim kerak, o'rganman. Universitetga kirdik. Juda meni shokka tushirgan narsa bu yadro fizikasi laboratoriyasi bo'lgan. Universitetga kirganimda universitet remont bo'lib ko'chib kiralayotgan payti bo'lgan. Hujjat topshirayotganda kirganman, abituriyent bolalar, student bolalar, 1-kurs, 2-kurs bolalar yordam berib, o'sha laboratoriya preborlar kiritishga yordam bergan. Shunda o'sha yadro fizikasi kafedrasini hozir rahmatli o'tib ketibdi u kishilar. Gapini eshitib qoldim. Ehtiyot qilib $200,000 pribor bu degan. Hayron bo'ldim. Insga kirsam agar shakka ko'raman deganman. Kirdik, insga kirdik. Kutilmalar boshqacha, ya'ni juda ham zerikarli tuyulgan fizika tamomam zerikarli tuyulib boshladi. Chunki yerda endi 5 varaq o'tilgan bo'lsa, bir kunda 50 varaqlik kitobda material o'tilyapti. Tushunishga vaqt bo'lmaydi. Yo'q, faqat yodlaysiz. Shunday. Sabr qilganmiz, nimaga mana laboratoriya qismi boshlansin bo'ldi. O'shanga yetib olayotgan, agar shunda ham shu fizika shunaqa bo'lsa, taqdirga tan berib, bitirib chiqib ketsam bo'ldi, boshqa savoq qidiraman deb nima qilganmiz? Biz universitetlarimiz balki aybimi deyman yo maktablarimiz aybimikin, o'sha amaliy ishlarning yo'qligi. 6 oylik bir semestr bo'lsa, 2 oydan keyin laboratoriya ishlari boshlangan. Laboratoriya qurilmalarini ishga tushirib boshlagandan keyingi oddiy Newton qonunlarini amaliyotda o'zimiz o'lchab laboratoriya qilganligimiz uchun ularga boshqacha qarab boshlaganman. Shuning uchun ham hozir mana bolalarga dars o'tayotganda 20 ta mavzuni 20 ta darsda o'tishing shart degan narsa yo'q. Maktabda unaqa talab yo'q. Shuning uchun mabodo bolamiz nimadir tushunmay qolsa, to'xtab yana qaytib o'tamiz. Harakat qilaman, televizor ko'rsatib berishga. Bo'lmadimi? Tamom, amaliy ishga o'tamiz deyman. Amaliy ish yasaymiz, bolalarimiz bilan nimadir qilamiz. O'zi umuman olganda bu fan qiyinmi? Haqiqatan qiyin. Bolalarimizga qayta-qayta aytaman, ayniqsa mana 11larimiz qiyinroq joylarda, aynan hozir qiyinroq joylarda. Ularni amaliy ish bilan ko'rsatib bo'lmaydi, aksarini bo'lsa ham juda qimmat. Teoretik fizikaga o'tib ketgan. Teoretik fizikaga o'tib ketib qolgan va ular bilan aksariyat holatda majburmiz tasavvurlashga tushishga. Boshqachasiga nimasi yo'q. Hozirgi bu diqqat ishlab turish qiyinroq bo'lib borayotgan sari tasavvur qilish uchun kuchli diqqat kerak-da. Tasavvur qilish uchun kuchli diqqat kerak va bu bolalarda qiynalib qolyapti. Tamom, 11larimiz ham qiynalib qolyapti. O'zi bu qiyin fanmi? Qiyin fan, lekin o'rganish kerak. Shu, o'rganish kerak. Yaxshi. Demak, ko'proq shu fikrdasiz siz ham, ya'ni o'qituvchilar agar qiziqtira olishi mumkin edi, ya'ni bizda gap o'zimizda, agar biz qiziqarliroq qilib, amaliy qilib, o'rgangan narsasini nimaga o'rganish kerakligini tushuntirib bersak. Chunki mana yodlayotganingizda odam o'zi sizga mana shu narsani nimaga kerakligini bilsangiz, o'rganasiz-da. Ya'ni velosipedda tushish o'rganamiz, chunki agar noto'g'ri tushsak yiqilib tushamiz. Telefon ishlatish birgani o'rganamiz, chunki ishlata olsak qidirgan narsamizni topamiz. Endi sizlarga o'zingizga savol. O'zingiz mana o'quvchi sifatida o'qigan paytingizda biror fanga qiziqmagandingiz, lekin o'qituvchi sabab qiziqqan paytingiz bo'lganmi? Menda bo'lgan. Fizikaga shunaqa bo'lardi. O'sha 6-sinfdan boshlab maktabda o'tilgan bo'lsa, 6-7-sinfda o'qiganimizda boshdan uncha qiziqmasdim fizikaga. Lekin o'sha nimadirlar yasashga qiziqardim. Amaliyot bor, lekin nazariya tomondan uncha yaxshi emas edi. Keyin ustozim bir paytda o'sha Arduino, o'sha robototexnika detallari bor. Shundan oddiy kichkina svechani yoqib o'chayaptilar, svetodiodni yoqib o'chayapti, lekin u boshqarilyapti.
qanaqadir kod yoki nimadir yordam boshqarilyapti. Shuni ko'ryapman, bir misol buyruq berilyapti, qanchadir vaqtdan keyin o'chyapti, qanchadir vaqtdan keyin yonyapti. Shunga qiziqib, keyin o'sha sohaga qiziqib ketganman. Aynan fizika, robototexnika shu. Menda shunaqa bo'lgan. Ha, yaxshi. Bakir? Menda biror fan emas, menda ko'proq o'qituvchi rol o'ynagan. Chunki institutga kirganimizda ham juda ko'p fanlar bizda hali ham nima-ku? Majburiy fan yoki kerakli fan degan ikki xil fanga bo'lib urganlar. O'sha majburiy fanlardan biri aynan psixologiyada 3-kursda o'tilgan. Ungacha 1-2 kurslarda majburiy fanlar bo'lgan, falsafa, tarix degan. Umuman qiziqmaganmiz, faqat o'sha yerda psixologiyaga juda qiziqqan fanim nima bo'lgan, o'qituvchi natijani ko'rsatib bera olgan. Haqiqatan gap aynan meni shaxsiy tajribamda o'sha psixologiya faniga bo'lgan qiziqish haqiqatan boshqacha bo'lgan. Chunki u payt 3-kurs, men o'zi xususiy maktablarda nimalarda dars berib boshlagandim yoki o'zim o'quvchilarim bo'lardi. Menga qiziq edi, o'qituvchini o'sha bitta gapi, endi to'g'risini aytsak, orqa partiyada o'yin o'ynab o'tirardik. O'quvchini bilim kirishi uchun diqqat uning eshik vazifasini bajarib beradi. Degan gapida o'chirganman-da. Nima deyapsiz ustoz deganman. Nima deyapsiz deganman. Bolaga bilim kirgizmoqchi bo'lsang, diqqat ma'nosi o'tilayotgan ekan demak. Bolaga nimadir bermoqchi bo'lsang, qiziq yo'q, diqqatini o'zingga qaratsang bo'ldi. Diqqat qancha senda ko'p qarab tursa, shuncha eshik katta ochiladi. Qancha kam bo'lsa, u eshik emas, teshikka aylanib qolaveradi degan. Keyin, haqiqatan bunday qaraganda bu to'g'rida bo'lib chiqqan menga. Keyin shu qiziqib ketib qolgan. Nimaga? Chunki mendagi bor qanaqadir mavhumlikni yechimini bittada olib chiqib bergan. Shuni hisobida demak, o'qituvchilarimiz yaxshi bo'lardi, o'zlariga nega kerakligini ko'rsatib berib, tushuntirib bersa. Buning uchun o'sha siz ham ko'p aytasiz, o'sha bolani darajasiga tushish kerak, o'quvchining darajasiga tushish kerak deysiz. Shuning uchun ham mana hozir menimcha zamon orqada qolib ketdim deb o'ylayapman. Clash o'yinida bor-ku, shu ham o'yinma deydi. Ha, eski o'yinda. Ha, eski o'yinda biz shuni o'ynaganmiz. Oxirgi marta onlayn gameda shular o'ynaganman. Clash of Clansda nima kabanlar bor-ku desam, shu ham o'yin bo'lsa, shuni ham o'ynaysizmi deydi. Men aytaman, ha, demak, sal oldiroq yurish kerak deb o'ylanib qolaman-da. Men bitta anaqa hozir bitta kitob o'qiyapman-da ta'lim bo'yicha. Aaron Stapelniki Mustaqillikka bola degan. U kitobda aytayotdiki, endi muallif 6 ta bolasimi, 5 ta bolasi bor ekan. Bola bir narsani qiziqsa deydi. Bir narsani qiziqsa, u o'sha narsani o'rganadi deydi. Qiziqmagan narsasiga bolani majburlash kerak emas deydi. Qiziqsa, YouTube'dan ham ko'rib o'rganadi, kitobni ham o'zi tiklaydi, o'qituvchini ham oldiga o'zi so'rab boradi deydi. Keyin Brian Kaplanning kitobini o'qib qoldim. U iqtisodchi, ta'lim iqtisodchisi. O'zi ham, uning ham 4 ta bolasi bor, farzandi bor. Ta'lim haqida ko'p kitoblar yozgan, ko'p ishlar qilgan. U aytayotdiki, nima qilsang ham deydi, matematikani o'ziga to'g'ridan-to'g'ri qiziqish qiyin deydi. Hayotdagi juda ko'p sohalar matematika bilan bog'liq. Texnika yo'nalishlari, moliya yo'nalishlari, iqtisod yo'nalishlari, ko'piga matematikani yaxshi bilish kerak. Afsuski, 1-2% odamni hisobga olmaganda matematikaga deyarli hamma zerikadi, hamma o'zini majburlab o'qitadi va maktab paytida majburan bo'lsa ham matematikani o'qish kerak deydi. Balki qaysi birini endi podxodi to'g'ri, ya'ni qaysi birini yondashuvi to'g'ri, qaysini qilishimiz kerak? Ya'ni bolani qiziqtirishini kutishimiz kerakmi yoki ozgina qiziqib turib, yo'lni boshlaganda endi majburlashimiz kerakmi? Yo bo'ldi, endi majbur kirding, boshladingmi, majburlaydigan joylarimiz ham bormi? Qaysi joyida o'ziga qo'yib berishimiz kerak? Qaysi joyida yo mana men majbursan mana shu vazifani qilishga deyishimiz kerak. Nimamiz qiziqarli bo'lish kerak? Qaysi joyimiz? Qaysi joyimiz majburan bo'lsa ham qildirishimiz kerak. Kerak bo'lsa o'sha urushib yoki balini ayiribmi yoki to'liq Aaron Stapelning fikriga o'tib ketamizmi? Ya'ni faqat xohlaganini qilsin bola bo'lsinmi yoki to'liq Brian Kaplanning fikrini olamizmi? Ya'ni bo'ldi, aniq fanlarni, fizika, matematikani bolalarni qiziqtirib o'qitish qiyin, chunki juda ham yarmidan o'tganda tasavvur qilish, qiziqish qiyin bo'lgan mavzular keladi. Majburlab qo'yaverish kerak, deyish kerakmi? Nima deysizlar, shunga fikringiz qanaqa? Mani fikrim, o'zimni shaxsiy fikrimni aytaman. Menimcha o'zi qiziqqan fanni o'qish kerak deb o'ylayman. Chunki qiziqmagan fani bo'lsa, baribir men majburlasak ham unga qiziqtira olmasligimiz mumkin. Sal yoshi kattaroq bo'lgandan keyin u qiziqyaptimi, qiziqqan narsasini xuddi o'zi aytganidek, xohlagan joydan YouTube'dan bo'lsa ham ko'rib bemalol o'rganib keta oladi. Nurbek, mana qarang, lekin sizda mana darsiz 100 ta narsa bo'lsa, hammasi qiziqmi? Zerikarli joylari yo'qmi? Vazifa qilish kerak bo'lgan joylari yo'qmi? Bor. Shu joylarga nima qilasiz? Faqat qiziqtirishni kutasizmi yo majburlaysizmi? Unda o'sha bog'lab turib, qiziq bo'lgan joyga bog'lab turib, misol shu narsani qilsang, keyinchalik buni qila olasan deb bog'lab turib o'rgataman.
Majburlashmi vazifani qilib kelmasang Bor. bo'lmaydi. Necha foiz shu majburlash? Majburlash bir 70-80% bo'ladi. Ha, demak qiziqtirish 20-30% ekanda. Ya'ni u vazifa qilish kerak baribir. Ha, shunaqa. U vazifa qilmasa baribir takrorlamasa u esdan chiqib ketadi. Endi mana bizda ham bitta savol bor-da. Ya'ni mana bolam dars qilish yoqtirmayapti. O'zi yoqtirishi kerakmi bola uy vazifa qilishi? Ya'ni dars jarayoni qiziq bo'lib turib, uy vazifasi zerikarli bo'lsa bu okeymi? Ya'ni darsi qiziq uni. O'sha qizuv darsi yana ham qizuvligini ushlab turishdan balki uy vazifani majburlab qilish kerakdir. Hamma foydali narsa ham qizuv bo'lavermaydi-ku. Nima deysiz, ustoz? Hop, dastlab mana birinchi savol qaytadigan bo'lsak, ya'ni o'zi majburlab qildirish kerakmi yo unga qiziqtirish kerakmi? 100% qiziqtirish kerakmi? Men o'ylayman, bu yosh miqyosiga qaraladi. Men o'zim qizim 4 yoshdan o'tgan. Juda ko'p narsaga qiziqadi. Tunun shu borganda uyimiz Lokomotiv stadionni oldida. Stadion oldida Lokomotivda endi brendi sifatida poyezd turibdi. U poyezd haqiqiy poyezd, Lokomotiv haqiqiy poyezd yo'l olib kelib qo'ygan. Ichida chunki ichiga kirib qaradim o'shani. Har kuni chiqib shundan so'raydi. Nima, bu nega unaqa, bu nega bunaqa? Men o'ylayman, bu qiziqish o'zi yosh kattalashgan sari geometrik kamayib boradi. Men o'ylab yurardim, buni sababi nimaga? Menimcha, hali ham buni aniq fikrim bilmayman, u savollarga javob topa olmaganman. Ha, so'ramadi, urush beramiz. So'ramadi, urush beramiz yoki bolam o'zi bir xil payt tortinadi, esidan chiqib ketib qoladi. Masalan, menda ko'p shunday bo'ladi. Men atayni esidan chiqarishga harakat qildirib ko'raman. Masalan, keladi, dadam bu nima deydi. Marojniymizmi deyman, ha deydi. Ya'ni to'liq boshqa mavzuni shuni chiqaraman, qaytib kirmaydi. Men o'ylayman, shu yoshligi diqqatini ushlab tura olmagan. To'xtang, dada, mana buni aytib bering demaydi-da. Qolib qochyapsizmi? Ha, qochib deyolmaydi. Menimcha bu yoshdan borib kamayib, mana ayniqsa men oldin fizika 6-sinfdan, hozir 7-sinfga ko'chdi. 7larda ham shu qiziqish qisman bor. Ya'ni 10%, 15%, ha, bor. Va ularni aksari ming afsus o'lyapti yana. O'sha qiziqish o'lyapti. Ishxonalash kuchlari mavzusini o'tdik 7-sinflarga, ishxonalash kaysintilar mavzusini o'tdim. Bosim mavzusini o'tyapmiz. Qizlarimiz bosim mavzusini tushungan, uydagilarga borib tushuntirib beringlar, vazifa deb beryapman. Uydagilarga borib tushuntirib beringlar deyapman. Uydagilarga borib tushuntirib berayotganda shunaqa qiynalyapti endi misol topishga. Chunki boyagi qiziqish o'lib ketyapti-da o'zi. Boyagi 10-15% narsadan potensial nimadir yasab chiqish kerak endi. Chunki men shuni vazifa berganman. Bor, men mana senga 2 soat dars o'tdimmi? 45 minutdan 15 minutgina bo'lsa ham o'tib ber. Uydagilarga vazifa berganman. Qizlarimiz kelyapti, ustoz, siz men bunday debsiz-ku, lekin oyoq kiyimni rezinalisiga bog'liq emasmi bosim deydi. U savol kim berdi? Ukam deyapti en qizlar. Ukam berdi deyapti. Nima ayam kabluk kiyadi, oyog'i og'riydi? Men rezin tapchi kiyaman, oyog'im og'riydi. Balki u vaznga emas, yuzaga emas, oyoq kiyimga bog'liqdir deb savol bergan. Oddiy savolda qarang, haqiqatan juda oddiy. U demak o'sha men katta ehtimol o'sha qizimiz ham o'sha bolani paytida shunaqa savol kelgan kallasiga. Faqat uni beradigan yoki tayinli javob oladigan odam bo'lmaganligi uchun fizikani yoshartirishimiz kerak ekanda. 7larga o'tayotganimizda men shuni sezdim, o'zi 8larda bu deyarli 0. Ichki savoli yo'q. Yo'q. Siz uyg'otishingiz kerak uni. Biz uyg'otishimiz kerak. 7da oldida hali saqlangan. Shunday. Mana hozir endi 8lar, 7, 8, 9, 10. Mana ertaga 3 kundan keyin ularning nimasi bo'lib o'tadi? Eksperimentlar bo'lib o'tadi. Hammasiga bir xil vazifa berganman. Hammasi ko'prik yasash kerak. Ko'prikda oxir test qilib ko'ramiz. O'shanda bola o'zi yasab 2 pachkadan cho'p olgan. Bolalar yasab o'jmani bitirib qo'yasida 2-3 kun qoldi-ku. Ko'priklarning ustiga ayrimlari bitta sumkasini qo'ysa ko'tara olyapti, ayrim ustiga o'zi chiqyapti. Ishonmaganda biologiya ustozimiz Dilshod ustoz chiqartirgan. 80 kg atrofida endi vazn ko'tarib turibdi. Bolalar shok. Siz nima bo'lyapti deydi. Biz ham shunchani ishlatdik-ku deydi. Endi men katta sinflarga o'tgan sari nima qilyapman? Shu savolni ichiga cho'g' tashab, majburlab, puflab, tutatib keyin yondiryapman-da. Ichida na cho'g'i bor, na alovi bor-da. Mana shunaqa qiziqtirmasangiz, u hayrat uyg'otish kerak-da. Hayron, deyish kerak-da. Keyin hatto bu narsa 11larda ham ekan-da. 11larga dars o'tyapmiz, ishqilanish kuchlarini o'tdik. Bolalarimiz tushundi, mavzuni o'tdi, masala ishlayapti. Bitta masala kelganda men mavzuni bir qismi o'tmabman ekan, ya'ni ishqalanish koeffitsiyenti bu masalaga bog'liq emasligi.
massaga bog'liq emas. Ajob, keyingisiga o't desam, ustoz nima deyapsiz dedi. Bo'li 1400 plyus olgan bolalar, IELTSdan 6,5, 7, 7,5, 8 olgan bolalar fikrlash yaxshi-da ularda har holda. Ya ustoz unaqa emas deydi. Massaga qanday bog'lig'imiz? Nima bo'lsam kamasi kuchli tormoz qo'yadi deydi. Massasi katta kuni deydi. Ay yo'q, ishqalanish keyfsinda, unga bog'liq emas. Oxiri iloji bo'lmadi. Ish yasanglar o'zlaring. Ha, ko'rganmiz, biz ko'rganmiz. Oxiri o'z mana ko'rdingizku bolalardan chiqib o'zlari shu tushunganini tushuntirib bermoqchi-da. Mana shu joyga anaqa videolarni kesib qo'yib yuborasizlar shu anaqa. Bolalarimiz nima qiladi? O'zlari chiqib tushuntirib beryapti. Ustoz mana shunaqa bo'ldi dedi. Bo'pti dedik. Undan keyin endi 11lar nisbatan katta bo'lgani uchun tezroq o'mazlar o'tdi. Keyin 10lar navbati keldi. 10larga ishqalanish kuchamasini o'tdimda, atina shu joyini tushuntirmay, yana shu masalani berib, yana shu javob o'tib ketaverdi. 10lardan ham 3 tagina bola savol berdi lekin. Chunki ular hali endi nima bo'lyapti? Digrilar yaxshilanyapti, matematikalar endi yaxshilanyapti ularni. O'sha mana Diyorbeklar qizlarimiz, Durdona qizlarimiz aytayapti, ustoz dedi, buni bo'lish mumkin emas dedi. Ana o'sha gaplargacha mana shu ish yasalgan deb shappish topib chiqibdan keyin aytdim, stol tagida nima turibdi endi bular dedi. Keyin bolalarga olib chiqib ko'rsatyapmiz, ishlayapti. Shuni ketyapti. Demak, mana shuning uchun ham tormoz bosilgandan keyin mashinalar bari to'xtab 100% to'xtamas ekan, bari sirpanar ekan, bunga bog'liq ekan. Shuning uchun ham ballonlarni almashtirish kerak ekan degan nimalar keldi-da. Va men aytdik, demak hozir asosan shu yondashuvda bolalarga dars o'tiladi. Men o'zi aytamanki, fizikada yoki hattoki matematikada yozgan formulangizni keltirib bera olmasangiz, yozganingizdan foyda yo'q-da. Keltirib bera olishingiz kerak. Ya'ni oddiy formula, mana fizikada eng oddiy, mexanikada eng oddiy formula o'sha tezlik vaqt taqsim masofa bo'ladigan bo'lsa, yoki masofa taqsim vaqtmi o'z esimda? Masofa taqsim vaqtmida o'shuni keyin tushuntirib berishingiz kerak-da. Yodlash emas. Nega? O'zi tezlik nima? Bitta masofadan ikkinchi masofaga ma'lum bir vaqt oralig'ida o'tishni biz tezlik deb ataymiz deb turib, formulani o'zgartirib, yoddan emas u ham. Kerak bo'lsa ko'rsatib berib, mana qarang, men buni otyapman hozir, mana bunaqa yurg'izyapman deb turib, mana shu narsani chiqarib bera olsagina u tushungan hisoblanadi-da. O'zi Feynmanning gapi shakl 5 yoshliga tushuntira olsang tushunasan. Lekin Eynshteynning gapimida buyinga tushuntirib bera olsang tushungan bo'lsam, yo'q, uzr, sen bu mavzuni tushunmaysan. Chunki mana biz ham yodlaganmiz-da, shu fizikani, kimiyani boshqa yodlaganmiz. Nimaga yodlagan bo'lsak, esimizdan chiqqan. Balki kunli bo'lgan, ertasiga ham esimizdan chiqqanda, ekzamendan o'tdim, bo'ldi. Shu paytda deb qo'yavering. Bo'shat joyida. Shu payt. Bo'ldi, baho 5 degan bilan bo'ldi, esdan nima deb gapirib berdim, hozir mana shunaqada. Tushungan narsani odam chiqarmaydi. Ya'ni mayli, shu o'zimiz bu narsada biz rozi bo'lganmizki, bolalar shuncha yil o'qishmadi, eski maktablardan kelishdi, boshqa bo'ldi. Fizikani o'qishmadi. Lekin hozir biz tap shu ptichka deydi, ya'ni o'tda uchun kishi ko'ziga qiladigan bo'lsak, o'tdan o'tgan bo'lamiz, lekin tushunmaydi bolalar. 10 yil o'tib bizga rahmat demaydi-da. 10 yil o'tib va shu boshidagi savolimni yana bir qaytaramanki, qaysi qismini majburlashimiz kerak shunda? Qiziqtirish qismiga majburlamaymiz, ota-onasini dars o'tib berishiga majburlamaymiz, lekin qaysi qismini majburlashimiz kerak? Majburlangan joyimiz bormi o'zi? Fizikada yoki faqat qiziqqanini o'qisinmi? Xo'p, endi bu yerda bonadan shu ketyapti. Hozircha mana shuni dars o'tilyapti. Afsus, ham unda dars o'tganingizni ham hammam eshitmaydi-da. Hammam eshitmaydi, hammam sizga quloq solmaydi. Unda nima qilish kerak desa, meni o'zimda hozir shaxsiy shu yerda shu maktabda qilayotgan ishim, bolalarni to'pik olib boraman. Obaveraman. Oxiri burchakka qamalgan mushuk oxiri o'zingga hujum qiladi dedim. Oxiri menga hujum qilib boshlaydi keyin ular. Nima o'zi o'tyapsiz? Bu nimaga kerak bizga? Quvri boshni qotirib nima qilasiz? Ne qiynaysiz bizlarni? Nima? Kerak emas, o'zi menga fizika edi. Oxiri mana 11larimiz ayrilib shuna bo'lib ketdi. Bolalarimizga men o'zi hatto tushungan bolalar ham bir xil paytlari kelib nima bo'ladi? Majburlanishga kerak bo'lib qoladi. Bu xuddi nimada ko'rishimiz mumkin.
mana o'zimiz katta bo'lgandan keyin stomatologga borgandan keyin bilamiz-ku, jim o'tirib turishimiz kerak. To o'sha og'riq bir xil paytlari ukol qilinsa ham hatto tishdan og'riq olayotgan, tish olib tashlayotganda og'riq bo'ladi. Chidab turishimiz kerak. O'shanda tish doktor tushuntiradi. Masalan, meni o'zimda bir marta shunaqa holat bo'lganda tushuntirgan. Ukam og'riydi. Lekin 20 sekund menga qo'yib ber, men o'zim ishimni bitiraman degan. 20 sekund qo'yib bitiraman. O'shanda ayrim mavzularimiz bor. Bu matematikada nisbatan menimcha ko'proq deb o'ylayman. Nisbatan ko'proq deb o'ylayman. Masalan, logaritmlar, 10 nomerlarimiz kelyapti, logaritmlar o'tgan, chiroyli, yaxshi natijalar qilgan. Logaritmga doir qayta uni ishlatilishi, atom radioaktiv moddalar bo'linayotganda aynan o'sha logaritm qonuniyati bo'yicha bo'linadi-da. Mana shu yerda bo'linyapti desam, endi uni gapirib beraman, uni his qilish kerak, tamom. Bola shunaqa shok bo'ldi. Voy, nima kerak ekan logaritm deyapti. Men aytaman, ha, demak, nimadir mana garmonik tebranishlar o'tdik, sinus yoki kosinus qonuniyati bo'yicha tebranadigan sistemalar garmonik tebranishlar deyiladi va bu bunday tushuntirib, bu grafikda chizib, bu mana bu tebranishlar garmonik tebranishlar bo'ladi deb o'tyapman. 10 sinflarimiz kech kelyapti. Kechib keldi. Yo'q, sinus o'tyapsizmi deydi-da. Doskaga qarab turib. Yo'q, garmonik tebranishlar desam. O'tirsam maylimi? Bo'ldi, o'tir. U anaqani ko'ryapti-da, amaliy ishlatilishini ko'ryapti-da. Bu men buni sinusda grafiki shunaqalik-ku bu. Men hali ham kosinus grafigi yo bu boshqa narsaning grafigi ekan, shuni grafigi, ha? Lekin bu mana shunaqa to'lqin, mana shunaqa qonuniyat bo'yicha tebranadi desam. Ha, mana uni nima uchun davri kerak ekan? Chunki tenglamalar tengsizlik yechilayotganda davrlar topish alohida katta qism muammoda. Chunki tenglama o'zi p taqsim uchun topib qo'yish qiyin, lekin pn mi, 2pn mi o'shalarni topish ozroq yana bir katta muammo. Mana ularni davri topish nima uchun kerak ekan deydigan. Mana shu joyga kelganda men aytaman, mana 8larimiz bilan shunaqa muammo bo'ldi. Aynan shu garmonik tebranishlar o'tayotganda ular sinus x, kosinus x lar o'tmagan. Men aytibman, indamay turinglar bugun. Bugun indamay turamiz. Bugun men yozaman, kak devorda bo'ldi do'stlar, tushunal deb turaverasizlar. Bo'ldimi? Mayli, yaxshi. O'tdik, 8bimiz qabul qilinmadi. Ozroq qiynaldi. Amiz nisbatan o'tirib bera oldi. 8ani bolalar ham, qizlar ham o'tirib bera oldi. Oxiri tushuntirib, mana shu qonuniyat bo'yicha ketgan tebranishlar, garmonik tebranishlar deyiladi. Tushunal, ha, yozinglar, chizinglar. Matematik mayatligimiz bor edi, bolalarimiz esagan. Shuni oldim, tebrantira yubordim, tebranish boshladi. Shu yerda kim sinusoidan ko'ralyapti deb. Yo'q. Tebrantirdan sekin sistema yurgizdim endi. Unda yuradi ekan. Voy, ko'rdim, ustoz ko'rdim dedi-da. Ana shu sinusoid desam, ha, shunday demaysizmi dedi. Ha, uzr, endi shunday demabman. Bo'lmaydi lekin bu siz. Nima qilaylik biz? Mana shuning uchun ayrim paytlar bo'ladi, ishlatasan. Shuning uchun hozir o'rganib qo'y deydigan joyga majbur bo'lishga. Faqat bunda ham nima deydi? Bu ongsiz majburlashdan ko'ra boshqacharoq. Ya'ni shunchaki yodlaysan, majburlaysan imtihon uchun. Chunki bola o'sha ishlatish uchun o'qimasa, nimadir uchun o'qish kerak-ku. Yo imtihon uchun o'qiydi, yo baho uchun o'qiydi, yo gap eshitmaslik uchun o'qiydi. Ya'ni qiziqib o'qish alternativalarini o'ylab qo'yasiz, yaxshi emas-da. Ya'ni asosiy qiziqmasa to'xtaydi. Ha, bo'ldi. Ya'ni men hozir taxminiy o'zimni anaqamga o'xshatdim siz yondashuvingizni. Men o'zim ham ingliz tilidan 6-7 yil dars berganman. Men nima qilardim bolalarni? Mani vazifam qiziqtirish edi ularni. Endi ingliz tili o'zi qiziq til, oson til, ko'p narsaga o'zi imkoniyat ochiladi o'rgansa. Va nima qilardimki, ma'lum bir bosqichda majburlardim bolalarni so'z yodlashga baribir. Grammatikani takror qilishga-da. Lekin maqsad o'sha 3 soat majburiyat uni 1 soat qiziq jarayonga borardi. Keyin biz 1 soat qiziq dars o'tardik. Qiziq holatlar bo'lardi, suhbatlar qilardik, bola o'zida men shuni gapira oldim, qila oldim degan narsa bo'lardi. Men nima qo'yib berardim, tushunardi. Lekin unga u 3 soat dars qilish kerak bo'lardi. Ya'ni majburiyat 75% majburiylik bilan boriladi. Ya'ni uy vazifani 75%, hozir aytdilar-ku, men 70% majbur qilish kerak bo'lgan uy vazifalar bor. Lekin uni nima uchun qiladi desa, o'sha 1 soat rohatlanish uchun qiladi. Shunga o'xshash shunaqa, ya'ni babi, demak, ota-ona aytayaptiki, bolam uyda qiziqib dars qilmayapti deganda, yo'q, bola darsi qiziq bo'lmas ekan, uy vazifasi qiziq bo'lmas ekan. Uy vazifada u babi majburlab o'zini qiynab qilar ekan, lekin unga dars jarayoni qiziq bo'lishi kerak ekan. Ya'ni maktabi qiziq bo'lsa, bo'ldi, uy vazifasini o'sha qiziq narsani ushlab turish uchun ham, o'sha jarayonda bir ishtirokchisi bo'lish uchun ham anaqa qilish kerakmi deymanda. Ya'ni xuddi futbolga o'xshaydi. Futbol jarayonida o'ynash qiziq,
lekin futbolda o'sha zo'r o'ynashingiz uchun bu yerda koptonni tepib boshqa trenirovka zerikarlikda bir xil ish qaytaraverasizda chunki mashqda bir xil narsani mashq qilasiz. Demak, mana shu messej bo'ladiki ota-onamizgaki, uyda bola qiziqib qilmaydi katta ehtimol uy vazifani. Uy vazifasi zerikarli, eng qiziq darslarning uy vazifasi zerikarli. Lekin asosiysi biz undan so'raylik. Dars jarayonining qiziq bo'lyaptimi? Ya'ni qiziqyapsam, ichkarida qiziqyapsammi? Balki mahoratli ustozlar tushib qolsa 50% ga chiqarsa bo'lar bu narsani. 50% qiziq jarayonlari, 50% yoqmagan jarayonlar. Bu yerda men bitta narsani aytib o'tishim kerak edi. Xo'p, asosan bu hozir Angliya majburlash dedik-ku, buni katta bolam tushunadi. Katta bolam tushunadi. Hattoki men katta bolalarimizga masalan ayrim funksiyalarni nimalargini o'rgatib qo'yishim shart emas, biladi, ular baribir o'rganadi ertaga. Kerak, nimagadir kerak bu narsa. Bu narsa kichkinalarimiz bilan ozroq qiyin. Aynan men birinchi chorakda ozroq shunga qiynalganman. Va oxir shunaqa tempga tushdik. 35 minut meni eshitib turasizlar. Keyin 10 minut men faqat sizlarni eshitaman. 35 minut meni eshitib turasizlar, men faqat sizlarni eshitaman. 10 minut men faqat sizlarni eshitaman. Va bu narsa 4-chorakka kelib, aynan 7-sinflarimizda bo'lyapti. A'sida ham, B'sida ham, ikkalasida ham. Oxirgi mavzularimiz bu suyuqliklarni idish tubiga berayotgan bosimlar haqida gap bo'ldi. Mavzumiz o'tdik. O'shanda mavzuni formulasi bor, P teng ρ H. O'shani keltirib chiqarish jarayonida ketyapman. P teng, demak, suvda og'irligini sud yuzasiga bo'lamiz. Bundan kelib chiqamiz. Matematikasi yoki o'qishi ozroq yoki o'yinqaroqroq yigitlarimiz bor dedikda, A'da ham, B'da ham. Ustoz, nimaga buniga bo'lyapmiz dedi. Endi og'iz juftlab gapirmoqchi bo'lganimda, jam bo'lib tur, hol bilasan dedi. Boshqa bolalar. Ha, o'zi ular ham tushunmaydi. Bu, tushunmay turing. Qarab turadi. Masjidgacha nima tushunmaganglar bor, yozinglar yoki desam, yo siz yozishdan to'xtab turing dedi. Men buni tushirib oling dedi. Ya'ni oxirigacha eshitib bo'ldidagini shuni ham tushunmasa keyin so'raydi va o'sha yerda men o'zimga e'tibor beryapman. 70-80% o'sha gapirib bo'lgandan keyingi holatda bolaga tushunmay qolgan joy u mening aybim bilan bo'lgan. Men nimadir tashlab ketib qolganman. Masalan, hajm degan qatdadir uzun. Hajm deganmanda yuza ko'paytirilgan balandlik demay ketganman. Va S ko'pay H, S'larni qisqartiramiz, mana H. H kelib chiqdi. Nimaga V ni S H deb oldingiz, ustoz? V tezlik emasmidi? Ana bu mening aybim deman keyin. Ana bunaqa V bilan bunaqa V ni adashtiradi. Bu aytib, "Yo, bu hajm desam, aytmadingiz-ku" dedi. Uzr bola, aytmabman, to'g'ri. Ya'ni hozir endi mana yettilarimiz hatto shu nimaga kelib oldi. Eshitib turamiz ekan. Okey, yaxshi, eshitib turamiz ekan, keyin so'raymiz ekan. Va bu eshitib turish bo'ynagidek diqqatini chalg'itib boshqa joylarga olib ketib jim o'tirishmasda. Agar siz stol quloq ko'zi bilan eshityapti, ichkari miya uchu. Unaqa emas. Jim o'tir desangiz, просто jim bo'la ket, xayol voleybolga chiqadi, boshqa joyga chiqadi, matematikaga chiqadi, ertangi kun rejalikdan keyin qaytib kelsa bir nimalar yozilgan. Tez yozib olay deb shapqalab yoza ketdi. Unday emas. Eshitib turinglar meni. Bu Angliya majburlashni menimcha shu tomoni foyda. Shu tomon foyda. Va men o'ylaymanki, shunchina maktablarda 45 minutda bo'lgani yaxshi. Chunki o'qituvchi oxirida savollaring bormi degan nima? Kamida 35 minutdan keyin bo'ladi-da. Eng kechi bilan. Agar 80 minut bo'lganda edi, 65 minut bola o'tirish kerak bo'lardi-da. Qani bizga qachon mikrofon berilar ekanda. Yarim soat ichiga tashish, ki aks sadosi chiqadi. Ichkari. Odatda shunaqa bo'ladi, shunaqadan 2 raund tashab olamiz. Har dars. 10-15 minut meni eshitilinadi, doskalarimiz ikkita katta. Shuni o'chirib to'ldirib bo'laman. Qani kimdan qanday savol bor? Bu yerda savol bormi? Bu yerda savol bormi? Bu yerda savol bormi? Gaplashib chiqamiz. Aksarini bermoqchi bo'lgan savollarini men birinchi choraklikda aytardim. Savol kelib qoldimi, yoz. Yoziladi. Dars oxirida savolgacha bo'lgan ustidan chizilar bo'ldi. Bu savolga javob bo'ldim degan ekan, so'ramasa ham. Chunki keyingi qadamda aytaman-da men buni. Keyingi qadamda aytaman, u tars so'rab qo'yadi meni. Yana aytaman deman, tars so'rab qo'yadi. Shuning uchun aytamiz, bitta eshitib turinglar. Va bu yaxshi. Nega men aynan buni aytyapmiz? Chunki u bola oxirida konkretni nimanidir tushunishni bilsa, bo'ldi, u endi aqlli jim o'tira oladi. Ya'ni u sabrini sababi bor. Sabri jim emas. Qizuv joyi keladi hali. O'sha 35 ga 10 bo'ladigan bo'lsa, taxminan 4dan 1 25%, 75% to'g'ri kelyapti. Dars 25% unga qizuv bo'ladi hali.
75% shu narsadan o'tib olish kerak. Chunki endi bu zanjirda, men shunaqa deb tushunaman. Zanjir qurib keyin ichiga tushasiz bolanida. Ya'ni o'zingiz bilan uni orasida shu aloqa o'rnatasizda. Bu hammasi bitta o'sha kalso deydi, uzuklarni qo'yib borish kerakda. Vaqt oladida. Bu aynan katta bolalarda ishlashda. Mana ittilarimiz nima shovozlar nimalik keladi, o'quvchilarimiz keladi. Ularda u bo'yicha umuman muammo yo'qda. Ularni unaqa ushlab o'tirish kerak emas. Shunday o'tiradi. 45 minut shunday o'tiradi. Bir nima deydi? Shu. Yaxshi. Oladi, yozadi, chizadi. Imtihonga keladi. Ustoz, mana shu yerda meni aytmagan ekansiz, shunday aytib yuboring-da, ertamasiga kelib toshib ketaman. Xo'p, mana shu yer shunday edi. Okey, bo'ldi. Keyingi hafta keladi, chiroyli qiladi, tushuntiradi, yozadi, chizadi. Nega boyagi aytganimda yoshligida savollarga javob topilgan? Ya'ni o'zini o'zi sovuqqa tutish biladi, u atrofini sovuqqa tutish biladi. Boyga ichkaridagi ichki qiziquvchanlik yo'qolmagan. Ya'ni siz o'zi anaqa bor, qiziqish qayerdan kelgani haqida nazariya bor-ku. Bir narsani chala bilsangiz, qolganini bilish uchun qiziqish paydo bo'ladi-da. Seriallarni yarmida uzib qo'yishadi, shunga o'xshagan. Ya'ni o'zi uchun ichkarida savollari bor. Siz tushuntirganingizda o'zi javob oldi. O'zi mana balolar nima yediriladi, o'zi nimaga asfalt qizib ketaverar ekan, nimaga tog'da suv qaynashi 80 gradusda bo'ladi. Mana shunaqa o'zi ichkarida savollari bor-da. Mavzuda endi u javob olib ketaveradi-da. Bu yoshlarda. Yoshlarda. Yosh kattalarimizga bo'lgandan keyin o'sha olib borib, mana siz aytganingizdek, asfaltni ushlatib, issiq ekan dedirib, keyin uni nimaga issiqligini tushuntirish kerak. Savollarni uyg'otishingiz kerak-da. Shuni savolni uyg'otamiz, keyin javob beramiz. Mashinaqa. Zo'r. Mana shu yerda bitta tavsiyani berib ketishim kerak edi. Demak, maktabimiz 1dan 0dan 11 gacha qabul qilar ekan. 0dan 7 gacha ustozlarimiz bor ekan. Bemalol ochib, titib javob berar ekan. 7dan keyingisigacha desa harakat qilyapmiz. Kelaversin, bemalol. Bilmadim, men boshqa maktablarda bu temp dars o'tilyaptimi, yo'qmi? Mana men degan borib ham keldik. 0 qiziqish. Endi ben kelajagi unda qarang, sizni hozir fikringizdan tushunsam, mana qilishimiz kerak ekanda. Misol uchun Nurbek va uni jamoasi robototexnikada ildizlarni qadab ketursa-da. Mayli, nazariyasini tushuntirmasin fizikani-da. Shunchaki bolani misol uchun ikkita bir xil robototexnikada shunaqa, mana musobaqalar haqida so'raymiz. Musobaqalarda bir xil zapchast deydi, o'sha anaqa beradi, bir xil tarkib beradi. Lekin yutishingiz kerak. Demak, masala o'tdi, kimdir qo'li kuchliroq, gravitatsiyani yutish kerak. Ya'ni masala ertaga u majbur bo'ladi, qiziqishini qondirish uchun ham o'sha musobaqada yutish uchun ham fizikani o'rganishga, to'g'rimi? Ya'ni bu urug' qadash. Urug' qadaganda keyin nazariy fizikani o'qiganda yana ham kattaroq narsada o'qira qoladida. Keyingi savolimiz sizga, Nurbek. Bolalarni demak, qanaqa urug' qadavos bolalarga, qanaqa shu robototexnikaga qiziqtirib, nima natijalar qilyapsiz? Va bu fizikaga qanaqa ulanib ketadi ertaga? Xo'p, menda asosan kichik sinflar bo'lgani uchun ko'p bolalar qiziqadi, 70-80% bolalar qiziqadi, lekin ularning ichida qiziqmaydiganlari ham bo'ladi. Misol uchun dars o'tayotgan vaqtim yaqinda bitta bola savol berib qoldi, 3-sinfdan edi. Ustoz, men kelajakda shifokor bo'lmoqchiman, menga robototexnika kerak emas dedi. Keyin men undan so'radim, shifokor bo'lmoqchisan? Xo'p, qanaqa shifokor bo'lmoqchisan dedim. Tish doktori dedi. Xo'p, tish doktori demak, sen mayda detallar bilan ishlashing kerak. Misol, tish doktori yoki oddiy qanaqadir operatsiya qilganda ham kichik detallar bilan ishlashni o'rganish kerak. Sen hozirdan yoshligingdan kichik detallar bilan ishlashni o'rgansang, kelajakda keyin umuman qiynalmaysan yoki hozir bilib olishing mumkin. Shu ishlovlasam o'zi qo'ling qaltiramaydimi, misol, shunaqa narsalarni hozirdan o'rganib olishi mumkin deyman. Keyin robototexnikada o'sha har xil kasblar bor. Shifokorlik, injiniring, misol, yana IT bor. Men boshqa kasbdan ketmoqchi bo'lsam, robototexnikaga o'rganadigan asosiy narsalar bor. Men yozganman: kreativlik, tanqidiy, tahliliy fikrlash, keyin muammoga yechim berish. Shu asosiy narsalarni o'rganadi yoshligida. Keyin biza shu mayli boshqa kasb egasi bo'lsam, fizikani o'rgansin, keyinchalik xohlagan kasbdan ketsa ham, bu narsalarni o'rgansa, umuman kelajakda muammo bo'lmaydi o'zida ham. Boshqa jamoa bilan ishlaydimi? Keyin robototexnikada asosan jamoaviy ishlash bor. Qanaqadir bitta muammo beramiz yoki birgalikda robot yasashadi. Kimdir dizaynni qiladi, kimdir o'sha yurishini qiladi, harakatlanishini qiladi, kimdir yana 3D printerdan narsalarni chiqaradi. Hammasi birlashib jamoaviy ishlashni o'rganadi. Asosiy sabablar shu. Ya'ni men to'g'ri tushuntira olgan bo'lsam, robototexnikani va uni natijasida fizikani o'qib va uni
jamoaviy musobaqalarga chiqib ishlashni o'rgangan bola ertaga o'sha sohadan ketmasa ham unda ko'nikmalari qoladi. Ha. Misol uchun mana shu Prado olaman dedingiz, pul yig'dingiz. Pul yig'dingiz, olgingiz kelmay qoldi. Lekin pulingiz o'zingiz bilan qoladi-ku. Ya'ni boshqarsa ham avrasiz. Ya'ni bu xuddi shunaqa, ya'ni robototexnikada musobaqada yutaman deb, chempion bo'laman deb bola fizikani o'qidi, detallarni yig'ishni o'rgan, sabr, diqqat qilib 3 soatlab kechalar bilan qilib chiqishyapti bolalarimiz. Misol uchun yasab chiqyapti, bir-biri bilan "Oy, sen bunisini qil, men bunisini qilib zadachalarni bo'lyapti" vazifalarni bo'lyapti u ertaga injener bo'lmasligi mumkin. Ha. Biz mana 50%, 47% bolalarimiz injener bo'lyapti, 100% emas. Bitiruvchilarimiz bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir nima moliyachi bo'ladimi, buxgalter bo'ladimi, shifokor bo'ladimi? Mana shu ko'nikmalar baribir kerak. Shunaqa. Boshqa kasb o'qituvchi ularni farqi yo'q, mantiqiy fikrlash. Bolalar bilan mana u shug'ullanyapsiz, 1 yildan beri shug'ullanyapsiz shekilli. Kelganda bolalar qanaqa edi? Ketganda qanaqa? Ya'ni mana hozir 1 yil bo'ldi shug'ullanayotganingizda, robototexnikada robot qurishdan boshqa nimalarni o'rgandi bolalar? Ya'ni konkret misollar belki qaysi bola qanaqa edi, qayerda qanaqa bo'ldi? Mana otini aytmasdan aytsangiz ham bo'ladi. Xo'p, 8-sinfda o'quvchi, 7-sinfda edi. 7-sinfda o'quvchimiz bor. U kelganda umuman bilmasdi, faqat yasab yurardi. Yasashga zo'r, haqiqatan yasa oladi, lekin uni harakatlantira olmaydi. Misol unga kod yoza olmaydi, dasturla olmaydi. U hozir yaxshi musobaqalarga qatnashib, 4-o'ringacha bordi hozircha. Halicha o'rin olgani yo'q. Har musobaqaga qatnashganda u o'ylaydi, misol robotimni bu joyini bunaqa qilsam, keyinchalik yuta olar ekanman yoki qanaqadir qo'shimcha funksiya qo'shsam, keyingi safar yaxshi ishlaydi. Xuddi shunaqa o'ylab bemalol uni hozirda yasashni o'rgangan. Shu, undan tashqari misol uchun yaqinda ham Texnoparkga qatnashib keldik, lager bo'ldi. 1 hafta unda bolalarimiz injenering, keyin aerodinamika, raketa modellashtirish sohalari bo'yicha o'qishdi 1 haftada. 1 haftada endi ko'p narsa o'rgata olmadik, lekin shu sohaga bemalol qiziqib ketdi bolalar. Misol hozir ham kelib maktab tugatguncha raketa yasab, o'zimni raketamni uchirmoqchiman deyotganlari bor. Uni o'rganib olgan o'zi. Yaxshi. Zo'r. Mana shu yerda qo'shimcha qilsam ustozga robototexnika o'zi qanaqa fan, nima foydalari tegadi? Endi o'zimda shaxsiy nima? Men o'tirib o'yladim-da, gap bo'lguncha, nimaga kerak emas ekan? Kimlarga kerak emas ekan? Bu fan deb qiziqib o'yladim. Nimadan keldim? Eng pastdan keldim. Oshpazdan, ya'ni umuman sohaga tegishli bo'lmagan joylardan keldim. Suzish sportchilar tayyorlaydigan trenerlar nima kerak emas ekan debman. Haqiqatan nima kerak emas ekan? Bolalarimizga o'shanda paytda mana ko'p nima bo'ladi. Robototexnikadan fizika xonasi yaqinga bir orasiga. 7-sinflar kelsa fizikaman deyman. Yo'q, robototexnika ustoz deydi. Mazza qilyapsizlar deyman. Ha, deydi. Men aytaman, fizika qiyin, bor mazza qil deyman-da. Robototexnika bor mazza qil. Hech bo'lmasam, bola bu yerda jamoalarga qatnashib, robototexnikada o'rganilayotgan detallarni yig'ib, o'sha kerak bo'ladigan joylarni topib, kerak emas joylarni kerak bo'lsa 3D printerdan chiqarib, bolalar ulab musobaqalarga qatnashib, ular qanaqadir o'rinlar olib kelishi, bu birinchidan ularni real ertaga hayotiga tayyorlayapti-da. Haqiqatan atrofimizga hozir qaraylik, kap-katta bo'lib bizlar ham o'ynab yuribmiz-ku, nimadir rollarni. Qanaqadir musobaqalar o'ynayapmiz, nimalarni yutishimiz kerak, qanaqadir poygadamiz. Real poyga bu nima deydi? Jismoniy tarbiya robototexnikada bo'lishi mumkin-da bu. Haqiqat. Biz faqat tasavvurdan kirgiza olamiz-da u poyga. Ertaga mabodo sen space engineer bo'lsang, impulsdan foydalangan holda raketani uchirishing mumkin deymiz-da, bolalar. Bu yerda bir oydan keyin musobaqa bor. Bor. Bo'ldi. Tayyorlanishimiz kerak, o'rin olishimiz kerak. Haqiqiy nima deydi, musobaqa sharoitiga bolalarni tayyorlaydi. Va eng asosiy men nima qilayotgan tomonim yutqizishni o'rganib kela oladi. Bolalar. Mag'lubiyat ham dars. Ha, mag'lubiyatni o'rganib kela oladi. Mana borib kelgan bolalarni men mana o'zim aytdingiz-ku, 4-o'rinni olib kelyapsiz. Birontasida bir noto'g'ri nimani ko'rmadim. Xafa bo'lmaydi. O'zidan ko'rib kelyapti. Ha, men endi bunday qilaman. Men endi bunday qilaman. Masalan, dasturni qanaqa qilaman? Bu qismini endi ustoz bu yoqni detalni biladi. Ya'ni hech qaysida bir tushkun kayfiyat ko'rganim yo'q. Va bu bolalarga nimani beradi? Mana aynan shu robototexnika qatnashayotgan bolalarimiz imtihondan 2 olib chiqsa, 3 olib chiqsa, 4 olib chiqsa, qachon qayta topshirish deydi. Ya'ni bolalar qo'shib,
nimaga uydagilarga nima deyman, ayrim qizlarimiz, aksar qizlarimiz kuzatiladi. Men o'ylayman, growth mindsetda u bo'ladi. ya'ni u o'g'il bolalarimiz aynan robototexnika qatnashadiganlar. Yiqilish qo'rqinchli emas. Bo'ldi ustoz deydi. Nimani o'qib kelay? Nimani topshirib kelay? Nimani tayyorlanay? Qachon kelay? Keladi, haqiqatan o'qiydi, o'zini ustida ishlaydi. Chunki uni effektini ko'rgan, nima ko'rganmasin, nimaga qatnashmasin yana. Ko'pchilik. Mana shu nimadan ekan ustoz, nima deb o'ylaysiz? Ya'ni nima uchun biz bolalar bitta yiqilgandan qo'rqadi? Ya'ni mana musobaqaga borgan bolalar tushunarli. Ular bitta bordi, 10-or, keyingi bordi, 7-o'rin oldi. Ya'ni ko'ryaptiki, yaxshilansa bo'lar ekan. Ya'ni birinchi yo'q, bu yo'q emas. Yiqildi degani tamom bo'ldi, pastda qolib ketdi degani emas. Ya'ni harakat qilsa bo'lardi. Nima qilsak, ota-onalar qilsinmi? Nima maslahat bera olsak bo'ladi? Nimani to'g'rilasak biz bolalarimizni millat o'laroq ko'pda bizda bo'ladi bu narsa. Yiqilsa bola qaytib turib ketaveradi. Ikki qoldimi? Ustini qoqib. Bo'ldi, endi keyin safar 3 olamiz, undan keyin 4 olamiz, 5 bo'ladi. Keyin mana bitta yosh miqyosi spektrini qarab chiqaylik-da. Yosh bolalarda shundaymi? 4 yoshgacha. Shunaqa. Yosh bolalar mutlaq anaqasi yo'q, kuchlik. Yosh bolalar umuman tushunmaydi. Bog'chadan bitirib maktabga keldi. Menimcha 4-sinflargacha bunday bo'lmaydi. Shunaqa o'tib ketadi. 5, 6, 7 dan boshlab nimadir bo'lyaptiki, xatodan qo'rqib qoladi. Xatodan qo'rqyapti. Men o'ylayman bu hamma odamni har bir bolani ikki xil yoki men o'zim kuzatganim ikki xil. Birinchisi kutuv kattaligidan qo'rqib qoladi bola. Qilmasam bo'lmaydi degan tushib qoladi. Ikkinchisi qilib bo'lgan ishim o'xshamay qolsa nima bo'ladi? Qo'rqinch, fojia savorish katta. Kichkina narsalar. U matematikadan uchyapti, tamom. Yo, o'shanga nimadir bitta shaxsiy кейsi bo'ladi, bo'ldi. Uni nimaligini u hammada har xil bo'ladi. Kimdir zo'r kalta kiygan bo'ladi, kimdir zo'r izza qilingan bo'ladi, va hokazo. Xatoni ustidan kulingan. Xato unga og'irlik bo'lgan. Ya'ni qo'llab-quvvatlamayman, keyingisi yaxshi bo'lib ketadi. Demak, biz ota-onalarroq qaysidir joyda bolani xatosiga ko'z yumib olishimiz kerak. Ya'ni mayli keyingisi yaxshi bo'lib ketadi deb olsak. Ancha bugun bitta ota-ona keldi. Qiz bechara matematikadan 3 olib kelsa kalta yergan. Men ketdim. Bu nima bo'ladi ertaga? 3 olishdan qo'rqadigan bo'lib qoladi va natijada mutlaq oxiri garantiya bo'lmagan ishlarga o'zini olib kirmaydi. Masalan, unga chaqirib, "Ke robototexnikadan men bilmayman-ku, kirsam-da, uchasam-da." Bilmagan narsasiga aralashmaydi. Faqat eng yaxshi bilgan, ya'ni garantiya bo'lgan risk yo'q joylarga boradi-da. Qo'rqmay, ya'ni qo'rqib qoladi. Keyin manda yana bor. O'quvchilar so'raydi, detallar har xil narxlar qimmat turishi mumkin. Shuni ishlatsam dedi, kuyib qolsa nima bo'ladi deb qo'rqadi. Men aytaman, qilaver deyman, qilib ko'r, portlab ketmaydi, senga hech narsa qilmaydi deyman. Shundan keyin simni boshqacha ulab ko'radi, unaqa qiladi. Atayin qo'yib beraman o'ziga, o'sha yechim topsin deb. Keyin bir kun 2 kunlab yuradi-da, oxiri kuydirishi ham mumkin. Kuydirgandan keyin yangisini olib qo'yadi. Shundan keyin bari yechim topadi. Shunda aniq esda qolib ketadi, u narsani esdan chiqarmaydi keyin. Albatta. Xato u o'rganishi bir qismida bo'ldi. Mana misol uchun mana shu podkastimiz o'xshamasa, deylik, mana sizlar bilan birinchi marta tomamiz. Bu bo'ldi yig'ishtirish kerak, boshqa olmaymiz emas. Bu hisobga olamiz, keyingisini qanaqa qilamiz endi? Keyingisida nima chiroqni boshqacha qo'yamizmi, mavzuni boshqadan qilamizmi? Ya'ni nima qilamizki, boshqacha qilsak bo'ladi. Bu keyingi qadamga zinada bo'ldi. Chunki bittada chiqmaysiz-ku, bitta uyga kirmoqchi bo'lsangiz, bitta zinada kirib olmaysiz-ku. 10-15, 20, 30 ta zinani o'tib borasiz. Mana shunaqa yondashsa, menimcha ota-onalar sifatida biz yondashishni boshlasak, bolalarimizga o'qituvchi sifatida yondashsak, menimcha shunda bolalar qo'rqmasdan risk olishni boshlaydi. Risk oladigan bolalarimiz kamdir aslida. Bitta qo'shimcha qilishimiz kerak. Menimcha bu har bir bola uchun alohida shunaqa qizil chiziq listi bo'lishi kerak. Nimani qilib bo'lmaydi? Konkret nimani qilib bo'lmaydi, masalan, siniq shishani og'izga solib bo'lmaydi. Buni eksperiment qilib ko'ringchi demaydi-ku bola. Qilish kerak emas-ku, buni qilish kerak emas-ku ota-onalar. Ya'ni kecha aynan shuni holat bo'lyapti. Odatda o'sha katta qizim bilan yurganimda o'zi yuradi, nima qilmaydi. Lekin bu degani katta ko'chaga ham o'zini qo'yib olish kerak degani emas-da. Ya'ni mana shu qizil chiziqlarni endi ota-ona o'zi qo'yishga menimcha qiynalsa kerak va mana shu yerda ustozlar bilan maslahat qilish kerak. Ustozlar bilan maslahat qilib, demak buni qilishimiz kerakmikan, buni qilishimiz kerakmikan.
o'shanaqa list bo'lish kerak. Bola bilsa, aniq nima bo'lsa, nima qilinishini bola bilsa, bo'l unga keyin yaqinlashmaydi. Masalan, asosan sog'lig'iga, xavfsizlik Ha, tomonidan ha. sog'lig'iga zarar yetkazadigan narsa, ruhiy zarar. masalan, imtihonimizda fizikadan 2 olish uncha nima emas. Qo'rqinchli narsa Ha, emas. bo'ladi. O'zi rosa olishlik bo'ldi birinchi Ha, boshida. shunday. Qayta topshirib. Shunday. Va unda asosiy nima bo'ldi? Qizil chiziq nima bo'ldi? Muayyan muddat belgilanadi, o'shangacha topshirmasa keyin haqiqatan yomon bo'ladi. Men hatto yozma bildirgilar bilan chiqdim. Direktorimizga berdim. Mana shu bolalaringizga men baho qo'yib bera olmadim. Ota-onasini chaqiring, keling, gaplashaylik. O'sha qizil chiziqni ko'rsatdim ularga. Mayli, 2 olsang hech narsa qilmaydi. Yoki 3 ni 4 qila olmasang hech narsa qilmaydi, lekin muayyan muddat bor, o'sha muddatgacha qilmasang bo'lmaydi. Ya'ni o'shanaqa qizil chiziqlarni ham bir vaqt o'zida nima qilish kerak? Men mana ustozlarimiz bilan har doim gaplashaman. O'qituvchiga shunaqangi erkinlik berilishi kerakki, ramkani ichidagi. U ramka borligini sezmasin. Shunaqa. Bir 2 yilda borib qolmasa, bir ikkita vaziyatda bormaydi. Ha, shunday. O'quvchilarimizga ham, aynan farzandlarimizga ham aynan nimalar qizil chiziq. Mashina ketyapti, eshikni ochish qizil chiziqda. Bunaqa qilishga yo'l qo'yib berish kerak emas-da. Birinchi o'rin. Ha. Bolaning xavfsizligi birinchi o'rin. Shuni hisobga olib, qolgan xatolarga bemalol yo'l qo'yib berish kerak. Men ham shu hozir tushundim, agar mana shu qizil chiziq qanaqa bo'lar ekan degan ota-onalarimiz bo'lib qolsa, yaqinda mana o'sha video qildik, ya'ni chiqsa kerak shuni videosi. Doktor Kennedini o'sha kitobida keladi. Ya'ni bu o'sha bolani jismoniy xavfsizligi, ruhiy xavfsizligi va o'sha psixologik xavfsizligini hammasi qizil chiziq. Ya'ni bola xavfsiz bo'lishi kerak, tanasiga zarar yetmasligi kerak, ruhiyatiga zarar yetmasligi kerak va o'sha psixologiyasiga, ya'ni zarar yetmasligi kerak. Mana shu zarar berish mumkin bo'lgan, ya'ni tanasiga nima zarar beradi? Misol uchun boyagi mashinani ochib yuborish, poyezd yo'lida o'tirib yurish, mashina yo'liga chiqib ketish, bu tanasiga zarar beradi. Ruhiyatiga nima zarar beradi desa, demak o'sha katta odamlar bilan urushish, gap eshitish, hadeb yoki o'sha kamsitilish, mana shu narsalar zarar beradi. Psixologiyasiga nima zarar beradi desa, har xil qo'rqinchli videolar bo'lishi mumkin, urushlar, o'limlar haqidagi bunaqalar, keyin bolalar eshitish kerak bo'lmagan narsalar. Mana shular qizil chiziq. Bo'ldi, mana shularni misol uchun tushunib olsak, qolganda qo'rqinchli emas. Qolganiga mayli, qilib ko'r, borib ko'r, to'garaymi va kirib ko'r, ovqat pishirishmi, borib ko'r, qatnashib ko'r, texnikami, kirib ko'r. Ikkimi, nima, boshqatdan topshirasan. Teatr unaqada rol taklif qilishdimi? Mayli, boshida o'xshamaydi, keyingisi yaxshi bo'lib ketadi. Mana shunaqa qilib sekin o'tib ketadi. Ya'ni mana shu narsa yetishmaydi bo'layman, chunki biz ehtiyot qilib yuboramizda ko'p. Ya'ni bittada 5 bo'lsin, bittada yaxshi bo'lib ketsin deymiz. Ustozlar, rahmat. Rahmat. Vaqtliga rozi bo'lasizlar. Zo'r podkast bo'ldi, maza qildim. Qog'oz berishgan edi bizga, lekin qog'ozga deyarli qaramadik. O'zimiz samimiy suhbat qildik, xudo xolisa. Oxirgi so'zingiz bo'lsa, aytsangiz bo'ladi yoki yakunlaymiz. So'z. Menda yo'q. Xo'p, menda oxirgi umuman olganda xulosalar nima bo'ldi? Ota-onalarimizga yana bir marta aytmoqchi bo'lgan gapimiz shunday iboratki, umuman ustozlar bilan ko'proq muloqotda bo'ling. Bolangizdagi kim dars beryapti, kim ular bilan birga, ya'ni yarim kunini salkam maktabda o'tkazyapti ular. Ular bilan ko'proq aloqada bo'lib turing. Agar sizda imkon bo'lsa, imkoni boricha yosh bolangiz bo'lsa, uning savollariga javob bering. Hozir tim $20 to'lasa, ChatGPT ham juda chiroyli javob beryapti. Faqat o'ziga berish kerak emas. O'zingiz olib, keyin unga bering. shunday savol oling. Ha, demak bu bunaqa degani ekan. Mabodo bilmaysiz, demak, okey. Birga qidirishga harakat qilib ko'ring. Tabiiy fanlar qiyinmi? Qiyin, ha. Lekin juda katta hayotda anglay olishi, uni turli xil sohalar bilan chiqishib keta olishi, turli xil odamlar bilan gaplasha olishlari, bu aynan tabiiy fanda chuqurlashtirilgan, chuqurlashtirib o'rganganlardan keyin. Ko'raylik, mana hamma science mutaxassislar bor siyosatchiga aylanib ketib qoladi. Ishchilar deymizmi? Osonda. Operatorlar deymizmi? Yo'q, asli tabiiy fan bizni qutqarib olmasa, boshqa fanni bilmadim endi. Tabiiy fan o'zbeklarni qutqarish kerak. O'zbekistonda qutqaradigan fanlardan. Rahmat kelganingizga. Rahmat sizga. Xush kelibsizlar, rahmat. Sizlarga ham ko'rganligingiz shu joygacha. Xuddi shunaqa qolgan o'qituvchilarimiz bilan tanishmoqchi bo'lsangiz va farzand tarbiyasi, bolalar ta'limi haqida ko'proq mana shunaqa foydali ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.